Asosiy blok GTM 2026 19-yil 1-smenada tushgan savol. Hop, kecha 99% abituriyentlar xato qilib chiqqan, ya'ni ishlamay chiqqan misolni sizlarga tushuntirib berishga harakat qilaman. Buning uchun nima ish qilamiz? Integral kosinus kvadrat x suratga 8 qo'shib 8 ayirib olamiz. Taqsim kosinus kvadrat x plus 8 dx ga teng. Endi xatma-xat bo'lib oraman. 1 minus 8 taqsim kosinus kvadrat x plus 8 dx ga teng. Hop, buni alohida integrallaydigan bo'lsam, integral 1 dx minus 8 ni chiqarib yubordim. Integral 1 taqsim kosinus kvadrat x plus 8 dx ga teng. Hop, buni integrallaydigan bo'lsam, x minus 8 integral. Endi buni har bitta hadini, surat mahrajini kosinus kvadrat x ga bo'lib olaman. 1 taqsim kosinus kvadrat x taqsim 8 taqsim kosinus kvadrat x plus 1 dx ga teng. Hop. Endi bu yoqdan yozadigan bo'lsam, barobar x minus 8 integral 1 taqsim kosinus kvadrat x taqsim 8 taqsim kosinus kvadrat x plus 1 dx ga teng. Hop, endi qiladigan ishimiz 1 taqsim kosinus kvadrat x bizada 1 plus tangens kvadrat x ga teng edi. Mana buni o'rniga o'shani qo'yib yuboraman. Ya'ni x minus 8 integral 1 taqsim kosinus kvadrat x taqsim 8 kere 1 taqsim kosinus kvadrat x edi bu yerda. Uni o'rniga men 1 plus tangens kvadrat x qo'yib yubordim. Plus 1 dx ga teng. Hop, x minus 8 integral 1 taqsim kosinus kvadrat x taqsim 9 plus 8 tangens kvadrat x dx ga teng. Hop, buni ishlaydigan bo'lsak, tangens x ni belgilashga kiritib olaman. Ya'ni tangens x teng t deydigan bo'lsam, ikki yoq tarafdan hosil olaman. Tangens hosilasi 1 taqsim kosinus kvadrat x dx, bundan hosil olsam dt ga teng. Endi o'rniga olib borib qo'yadigan bo'lsa, x minus 8 integral 1 taqsim kosinus kvadrat x dx bizada dt bo'lib ketdi. Ya'ni dt taqsim 9 plus 8 t kvadrat ga teng. Hop, x minus 8 hop integral dt taqsim bundan 8 olib chiqib ketadigan bo'lsam, 9 taqsim 8 plus t kvadrat ga teng bo'lib qoldi. Buni ishlaydigan bo'lsa, x minus 8 pastdan mahrajdan 8 olib chiqib, buni qisqartirib yubordim. Mana yo'q ketdi. Integral dt taqsim t kvadrat plus ildiz ostida 9 taqsim 8 ning qas kvadratiga teng. X minus, hop buni integrallaydigan bo'lsak, 1 taqsim a. A bizada mana bunga teng. 1 taqsim bo'lgani uchun teskarisi bo'lib ketdi. Ya'ni ildiz osti 8 taqsim 9 arctangens x taqsim a. Ya'ni ildiz ostida 8 taqsim 9 kare bizada x o'rnida t edi, t qo'yamiz. Hop, endi buni ishlaydigan bo'lsak, barobar x minus 8 ildiz ostida 8 taqsim 3 arctangens ildiz ostida 8 t taqsim 3 ga teng. Hop, oraliqlarimiz pi taqsim 2 dan pi gacha. Faqat bu pi taqsim 2 dan pi gacha buni oralig'i x. Endi t ni oralig'ini topishimiz uchun tangens x dan boya belgilashdan foydalanamiz. Tangens x teng t edi bizada. Hop, bu yerda t ni o'rniga pi taqsim 2 qo'yadigan bo'lsa, x o'rniga pi taqsim 2 qo'ysam, pi taqsim 2 da t imiz bizada minus 8 kelib chiqadi. Pi qo'yadigan bo'lsam, pi da t imiz 0 bo'ladi. Ya'ni buni oralig'i 0 minus 8 dan 0 gacha, buni oralig'i pi taqsim 2 dan pi gacha. Unga pi minus pi taqsim 2 bo'ladigan bo'lsa, minus ildiz ostida 8 taqsim 3 olib chiqib ketsam, bizada arctangens ildiz ostida 8 t taqsim 3 chegarasi minus 8 dan 0 gacha. Buni hisoblaydigan bo'lsa, pi dan pi taqsim 2 ketsa, pi taqsim 2 minus ildiz ostida 8 taqsim 3 ko'paytirib, hop 0 qo'yadigan bo'lsam 0 ga teng arctangens 0 da minus 8 ga qo'yadigan bo'lsam minus pi taqsim 2 ga teng. Buni hisoblaydigan bo'lsa, pi taqsim 2 minus ildiz ostida 8 dan 2 ildiz osti 2 chiqadi. 2 ildiz osti 2 taqsim 3
ikkita minus plus bo'lib ketdi. Ya'ni pi taqsim 2 ga teng. Ikkala qisqarib ketadigan bo'lsa, pi taqsim 2 minus ildiz ostida 2 pi taqsim 3 ga teng. Umumiy maxraj bera oladigan bo'lsak, 3 pi minus 2 ildiz ostida 2 pi taqsim 6. Bu yerdan pi taqsim 6 ni olib chiqib ketadigan bo'lsak, 3 minus 2 ildiz ostida 2 ga teng ekan javobimiz. Bunda qiziqarli kontentlarni o'tkazib olmaslik uchun obuna bo'lib qo'ying.